Jang tugab, ikki qo'shin tarqagan paytda yaradorlarni qidirdim. Shu yigitni topishning maqsadi. Ana shuni eslab yurganda otlarning o'liklarini ostida bir yigit turardi. Ey amaki, Alloh tushimni rost qildi" degan yigitni ko'rdim. Qo'llari singan, yarador bo'lgan, yuzlaridan qon oqqan, loy bo'lib turpoqlar betiga solgan holatda yotardi. Yugurib bordim, turpoqlarini, loylarni ko'ynagimdan artsam, "Amaki, ko'ynagingizni artmang, o'zimni ko'ynagim bilan arting. Chunki shahid bo'lgan o'g'lini kiyimini qonga belanganini ko'rganda onam ishonadi. Amaki, men sizga kecha aytib bergan xur boshimda turibdi. Ustimda turibdi, ruhimni chiqishini kutyapti. Ey Allohning habibi, tezroq chiqing, men mushtoq bo'lib turibman sizga" deyapti. Shunda Halib bolaning yuzidagi qonda turib aytadi: "Ey bolam" deydi. "Qiyomat qoyim bo'lganda shafoatingga oladigan kishilar ichida meni ham esdan chiqarib qo'ymagin. Seni men yetalab keldim shu yerga."